Hozir Mirzo-Ulug'bek sentrum uchastkasida shu yerda shinamgina hovlimiz bor. 3.2 sotuvga tushirilgan. Albatta, narxi, ma'lumotlarni hammasini aytib o'tamiz. Hozir bir chekkadan ko'rishni boshlaymiz. Mana shu hovli qismidan boshlaymiz. Keling. Keling, mana shu ko'rsatib o'ring, hovli tomon kirishimizni bitta mashinaga joy qilingan albatta. Yashil hududimiz va podolga tushadigan joyimiz qoldirilgan. Oldi qismida ko'p hovli qoldirilmagan, asosiy orqa qismida kattaroq joy qoldirilgan. Oldida asosan shu mashinaga ozgina yashil hudud qoldirilgan. Demak, betimizda hol, albatta, mana bu yerda televizor ko'rib dam olib o'tirgan joy. Bu yog'imizda zal. Keling, mana shu bitta ko'rsatgan zalni. Zalimiz katta, bemalol 12-14 kishilik stolni qo'ysangiz bo'ladi. Hop, birinchi qavatda ikkita xona, holimiz, sanuzel va oshxona joylashtirilgan. Tepada 4 ta xona, podolda basseyn, saunalar joylashgan. Eng yaxshi tomoni, men hozir podol bitta joyini ko'rsataman sizga. Eng menga yoqqan tomoni, keling, mana shu oshxonani ham ko'rsatib o'ring. Va oshxonadan orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Keling, mana ko'rsataman. Pardalarimiz ham ajoyib. Orqa hovlini qarang, kattaligini ko'rsating. Yozgi oshxonalar, demak, hovliga sanuzel hammasi yetarli darajada. Xo'p, hamma joyini aylantirib ko'rsatib o'tolmaymiz, chunki videomizdan vaqt katta bo'lib ketadi. O'shaning uchun qolgan joylarini iloji boricha asosiy joylarni ko'rsatamiz va qolgan joylar videosini uloqtirishga harakat qilamiz. Keling, endi bu bitta xonamiz bor, yotoqxonamiz, o'zining ichida sanuzellar bor. Demak, podolga tushishimizda basseyn, keling mana. Basseynimiz, bu yog'imiz sauna va qarang, mana bu yerda ko'rsating shuni, koridor qoldirilgan, yo'lak, chap tomon, o'ng tomon. Bu orqa hovlidan va oldi hovlidan tushsangiz bo'ladigan yo'l. Bu afzalligi nima? Afzalligi, misol og'aynilar keladigan bo'lsa, uy ichiga kirmaydi-da, tashqaridan hovlidan shunda basseynga olib tushasiz. Shu yerda o'zi ana o'tirib, bemalol shu bilan dam oladigan joy qilsangiz bo'ladi. Va orqa hovliga shu yerda o'zidan orqa hovliga ham chiqsangiz bo'ladi, misol uchun. Shashlik-pashliklar qilamiz desangiz. Yaxshi-da, misol uchun uy ichida o'tkazmaysiz. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Xullas, keling. Bu yog'imizda qozonxona. Bu uyimizning to'liq video obzori YouTube kanalimizda bor, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Linkini qoldirishga harakat qilaman. Mirzo-Ulug'bek sentrum uchastkasida joylashgan 3.2 sotuv yerimiz, 2 qavat yaxlit podvol, umumiy maydoni 390 kvadrat imoratimiz, 6 ta xona, hol, sanuzel, basseyn, sauna, hamma narsasi albatta premium klassdagi uyimiz. Demak, narxi 595 ming so'ralyapti. Pastda o'zimni telefon nomerimni qoldiraman. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi.